Qaroqchilik dengizda suzish boshlanganidan beri paydo bo'lganga o'xshaydi. Videoning originali GeoHistory kanaliga yuklangan, mavzu o'zbek auditoriyasi uchun tarjima qilindi va to'liq qayta ishlandi. Miloddan avvalgi 14-asrdayoq Misrliklar O'rta Yer dengizining sharqiy hududlaridan suzib keluvchi va Nil daryosining deltasiga hujum qiluvchi qanaqadir xalqlar haqida yozmalar qoldirgan. Qadimgi Yunonistonning ancha kechroq qayd etilgan yozmalarida ham odam o'g'irlash va qul savdosi bilan shug'ullanuvchi Finikiyalik va grek qaroqchilari haqida ma'lumotlar qoldirilgan. Biroq Afina kuchayishidan keyin Yunon shaharlari forslarga qarshi turish maqsadida ittifoq tuzadi. Buning oqibatida hududda qaroqchilar faolligi susayadi. Keyinchalik Karfagen ustidan hal etuvchi g'alabaga erishilgach, Rim Respublikasi O'rta Yer dengizining g'arbiga qarab kengayadi. Lekin uning floti uzluksiz ravishda qaroqchilar hujumlariga to'qnash keladi. Qaroqchilar asosan illiriyalik va kilikiyaliklardan iborat bo'lgan. Miloddan avvalgi 75-yilda hozircha oddiy askar bo'lmish Yuliy Sezar Egey dengizida kilikiyalik qaroqchilarga asirga tushadi. U 38 kunga zindonband etiladi. Keyinroq uni tovon puli evaziga ozod qilishadi. Ozodlikka chiqqan Sezar xususiy harbiy flot tuzib, uni asirda ushlaganlardan qasos oladi. Miloddan avvalgi 67-yilda yana boshqa kilikiyalik qaroqchilar Rimdan bir necha kilometr narida joylashgan Ostiyaga bosqinchilik qiladi. Bu safar general Pompeyga qaroqchilik bilan kurashish uchun barcha vakolatlar beriladi. U qudratli harbiy flot yaratib, atiga 3 oy ichida O'rta Yer dengizidagi qaroqchilikning tomiriga bolta uradi. Kelgusi bir necha asrlar davomida qaroqchilik uyquga ketadi. Yevropaning shimolida ham qaroqchilikning turli shakllari mavjud bo'lgan. Afsonalarga ko'ra, 405-yilda Buyuk Britaniyada qaroqchilar Patrik ismli 16 yoshli yigitchani o'g'irlab ketadi. Uni qulga aylantirib Irlandiyaga sotishadi. Biroq 6 yil o'tib Patrik qochadi. Buyuk Britaniya oroliga qaytib kelib, u rohiblik qiladi. Lekin 432-yilda Rim papasi Celestin unga yana Irlandiyaga qaytib borib, mahalliy aholini nasroniylikka chaqirishni buyuradi. Keyinchalik u Avliyo Patrik nomi bilan taniladi. Unga bag'ishlangan kun Irlandiyada har yili nishonlanadi. 8-asrda Yevropaning shimolida vikinglar hukmdorlik qilardi. Mohir suzuvchi hisoblangan vikinglar Yevropaning boy ibodatxonalari va portlarini o'marib qaroqchilik bilan shug'ullanishgan. Vaqt o'tishi bilan vikinglar bosib olingan yerlarda qo'nim topib, qaroqchilikdan savdogarlikka o'tadi. Daniya qirolligi Boltiq dengizidan Slavyan qaroqchilarini mag'lub etib, Shimoliy Yevropaning dengizida hukm surardi. 14-asrning oxirlarida Daniya va Norvegiya qirolichasi Margareta Shvetsiyaning taxtini qo'lga kiritmoqchi bo'ladi. Shvetsiya yetarli darajada kuchli flotga ega emas. Shuning uchun savdo kemalariga hujumlar uyushtiradi. Boshqacha tushuntirganda, Shvetsiya xususiy dengizda suzuvchilarni, ya'ni kaperlarni yollaydi. Ular Daniyaning savdo kemalariga va Stokgolmni qamalga olgan ta'minotchilarga hujum qilishlari kerak. Ammo 1395-yilda tinchlik kelishuvi tuziladi va 3 yildan keyin uchala shimoliy qirolliklar Kalmar uniyasi nomi ostida birlashadi. Vitaliy birodarlari kaperlik unvonidan mahrum qilinadi, ammo hujumlarini qaroqchilar ko'rinishida davom etadi. Gotlanddan turib ular har qanday savdo kemalariga hujum qiladi. Kelgusida ularga qarshi umumiy ov e'lon qilinib, butunlay yo'q qilinadi. Korsar degani fransuzcha ibora bo'lib, u ham kaper so'zining ma'nosini beradi. Nasroniylar va musulmonlar O'rta Yer dengizida bir-biri bilan urush qiladi. Usmonlilar imperiyasi Yevropaning janubiy qirg'oqlariga va xristian kemalariga hujum qilish uchun korsarlarni yollaydi va ularni qurollantiradi. Yollangan dengizchilardan biri bugungi kunda Barbarossa ismi bilan mashhur bo'lgan Aruj bobo o'zining aka-ukalari bilan Jarba oroliga kelib joylashadi. Shu yerdan u Ispaniya va Italiya hududlariga bosqinchilik qilib boradi. Katoliklarni asirga oladi va ularni Usmoniylar bozorida sotadi. 1516-yilda u Jazoir shahrining hukmdorini o'ldiradi va hokimiyatni qo'lga oladi. Ammo bir necha yillar o'tib Ispaniyaliklarning hujumi sababli vafot etadi. Uning ukasi Xayriddin uning tituli va Barbarossa ismini qabul qiladi. Xayriddin Usmonlilar imperiyasidan qo'shimcha harbiy ko'mak oladi, evaziga imperiyaga bo'ysunadi. Shu vaqtlarda ispaniyaliklar va portugaliyaliklar Amerikada yangi yerlarni kashf etib, ularni egallaydi. – 1494-yildan boshlab Rim papasi qo'llovi bilan ikki davlat yangi dunyo va uning boyliklarini bo'lib oladi. Ammo bunday bo'lib olish G'arbiy Yevropaning boshqa katolik mamlakatlariga ma'qul kelmaydi.
Shunda ular Ispaniyaning Karib dengizidagi monopoliyasiga putur yetkazish maqsadida korsarlarni yollaydi. 1522-yilda fransuz Jean Flery Atsteklarning qimmatbaho buyumlarini olib o'tayotgan Ispaniyaning ikkita karavellasini qo'lga kiritadi. Kelgusi yillarda ispanyaliklar fransuz, ingliz va gollandiyalik korsarlarning yanada ko'proq hujumlariga to'qnash keladi. Hujumlar hattoki Karib hududlarida ham amalga oshirilib, portlar va koloniyalar ham o'mariladi. 16-asrning o'rtalarida yog'och oyoq laqabli korsar François Leclerc Ispaniyaning ko'plab koloniyalarini talab ketadi va yaqin atrofda suzib o'tuvchi kemalarga hujum qilish maqsadida Saint-Luciyada qo'nim topadi. Ispaniya o'z savdo yo'llarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida dengiz konvoylarini tashkil qiladi. 1577-yilda ingliz korsar Francis Drake ispanlarga tegishli Amerikaning Tinch okeani tomonidagi portlarini talon-taroj qilish to'g'risidagi qirolichaning maxfiy topshirig'ini oladi. U topshiriqni bajarib, qimmatbaho toshlar va metallar ortilgan kemalar bilan Angliyaga qaytadi. Osiyo ham qaroqchilikdan chetda qolmaydi. Mini imperiyasida dengiz savdosi sinchkovlik bilan boshqarib kelinadi. Soliqlarning ko'pligi ayrim savdogarlarni kontrabanda va qaroqchilik bilan shug'ullanishga majbur qiladi. Ular ko'plab boshpanalarga ega bo'lmish yaponiyalik qaroqchilar Vokuvaga qo'shiladi. Qaroqchilar noqonuniy savdo va hujumlarni tashkil qiladi. Porox ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan Xitoy silitrasi va Yaponiya oltin gugurti savdosi bilan shug'ullanishadi. Bundan tashqari Filippin bilan savdo yuritadigan ispaniyaliklarning kumushini ham Xitoyga sotadi. O'rta Yer dengizida Maltani bosib ola olmagan Osmonlilar muhim dengiz jangida Nasroniylar koalitsiyasiga mag'lub bo'ladi. Imperiya endi dengizda zaiflashgan va yevropaliklar bilan raqobatlasha oladigan flotga ega emas. Xristianlarga qarshi hujumlarni faqatgina Berberiya qaroqchilari va Shimoliy Afrikaning korsarlari davom etardi. 1609-yilda Ispaniyaning qiroli Filip III o'tgan asrda Rekonkista jarayonida nasroniylikni qabul qilgan musulmonlarning avlodi Mariskalarni haydab chiqarish bo'yicha qaror qabul qiladi. Ularning ko'plari Salega ko'chib o'tadi. Bu yerda ular qaroqchilik qilib, Atlantika okeanida yevropaliklarga hujum qiladi. 1618-yilda Lanzarote'da Berberiya qaroqchilari gollandiyalik Jan Jansenni asirga olib, uni Jazoirda sotishadi. U islom dinini qabul qilib, ismini Murod Raisga o'zgartiradi va qaroqchilikni boshlaydi. Salega ko'chib kelib, tezda yuqori mansablarni egallaydi va nihoyat gross admiralga aylanadi. 1627-yilda u Islandiyaga ekspeditsiya tashkil qilib, asirga tushganlarni qul qilib sotadi. 4 yil o'tib Irlandiyaning janubiga yana boshqa ekspeditsiya uyushtirib, Baltimore shahriga hujum qiladi va odamlarini asirga oladi. 1635-yilda Malta ritsarlarining ordeni Murad Raisni qo'lga tushiradi va Maltaga jo'natishadi. Karib hududlarida qaroqchilar va korsarlar ikkita asosiy boshpanaga ega: Tortuga va Yamaykadagi Port Royal. Fransiya va Angliya ularga toqat qilib keladi. Negaki qaroqchilar Ispaniyaning zaiflashishiga hissa qo'shib, ikkala davlatni boyitib kelardi. Yamaykaning vitse-hokimi Henry Morgan ko'plab Ispaniya shaharlarini talon-taroj qilganligi bilan mashhur edi. Qaroqchilar asosan qashshoqlik va ishsizlikdan qochib, ozodlik, boylik va sarguzashtlar ortidan quvgan insonlardan iborat edi. Ular kemada turmush tarzini belgilovchi qoidalarga amal qilardi. Qoidalar qo'lga kiritilgan boyliklarni adolatli bo'lish va jarohat olganlarga g'amxo'rlik ko'rsatish talablarini belgilab berardi. Bundan tashqari kema kapitanlari demokratik yo'l bilan saylanar edi. Ammo kemadagi hayotga havas qilib bo'lmasdi. Sharoitlar og'ir, o'rtacha umr ko'rish esa juda qisqa bo'lgan. 1670-yillarda Ispaniya Angliya, Fransiya va Birlashgan Provinsiyalar Respublikasi bilan tinchlik kelishuvlarini tuzib, ularning Amerikadagi hududlarini tan oladi. Yevropa mamlakatlari shakar qamish ekishga tobe bo'lib boraverardi. Shuning uchun hududda barqarorlik o'rnatilishi muhim edi. Korsarlarga bo'lgan ehtiyoj so'nadi. Endilikda ular ispanlarga hujum qilishlariga taqiq qo'yiladi. Ish joyi yo'q, lekin hamon qurollangan korsarlarning ko'plari qaroqchilikka ketadi. 1692-yildagi zilzila Port Royalni deyarli to'liq barbod qiladi. Karib hududidagi qaroqchilarning katta qismi og'ir ahvolga tushib qoladi. Privatir degani ham ingliz tilida kaper so'zining ma'nosini anglatadi. O'sha 1692-yilning o'zida fransuzlarning Afrikadagi portlariga bosqinchilik qilish uchun Thomas Tewni yollashadi.
Ammo yo'l-yo'lakay u o'z rejalarini o'zgartirib, qaroqchiga aylanadi. Hind okeaniga qarab yo'lini davom ettiradi. Bir necha oy suzib, Arab-Hind savdosining muhim chizig'i o'tadigan Qizil dengizga kirib keladi. Qimmatbaho buyumlar ortilgan Boburiylarning kemasini sezilarli qiyinchiliklarsiz qo'lga kiritadi. Ekipaj a'zolarining har biri 30 yillik daromadga teng ulushga ega bo'ladi. Thomas Tew Karib dengiziga qaytib kelarkan, voqea to'g'risidagi xabar hamma yoqqa tarqaladi. Natijada ko'plab qaroqchilar Hind okeaniga yo'l oladi. Shulardan biri qirollik flotida xizmat ko'rsatgan Genrix Everest Hind okeaniga qudratli qaroqchilar floti bilan yetib keladi va haqiqiy xazina bo'lmish Boburiylarning savdo kemasini egallaydi. Angliya Hind okeanida savdo huquqini saqlab qolish uchun Boburiylar imperatoriga kompensatsiya to'lashga majbur bo'ladi. Madagaskar yonidagi Saint-Mari oroli qaroqchilarning asosiy qo'nim manzili edi. Bu yerda ular oziq-ovqat va ichimlik suvi zaxiralarini yig'ib, o'marilgan boyliklarni sotishardi. Ular arab, fors va hind, portugaliyalik, ingliz, fransuz va gollandiyalik savdo kemalariga hujum qilardi. Qaroqchilik savdo yo'llari uchun xatar uyg'otardi. O'g'irlangan qimmatbaho buyumlar esa Amerikaning qora bozorlarida paydo bo'lishi oqibatida Yevropaning bozorlari uchun raqobat tug'dirardi. Yevropa saltanatlari uchun qaroqchilik vaboga aylanadi va u bilan kurashish zarurati paydo bo'ladi. Tinch okeanida faoliyat yurituvchi Britaniyaning Sharqiy Hindiston yoki boshqacha qilib aytganda Ost-Hind kompaniyasi o'zining savdo kemalarini qurollantirib, himoyalangan savdo konvoylarini yaratadi. Bundan tashqari, Hind okeanidagi qaroqchilar va fransuzlar bilan kurashish uchun kapitan William Kidd privatir sifatida yollanadi. Biroq uzoq davom etgan sayohatdan keyin ekspeditsiya hech qanday arzigulik boylikni qo'lga kiritmaydi. Shunda ekipaj Kiddni boshqa savdo kemalariga hujum qilishga ko'ndiradi. Kapitan Kidd qaroqchilar ovchisidan o'zi qaroqchiga aylanadi. Nyu-Yorkka qaytishi bilan uni xoin deb e'lon qilishadi va qatl etishadi. Ispaniya merosi uchun olib borilgan urush vaqtida Angliya bilan to'qnash kelgan Ispaniya va Fransiya hammasi qaroqchilarni privatirlikka yollash orqali o'zining qudratini kuchaytirmoqchi bo'ladi. 1703-yildan 1706-yilgacha Fransiya va Ispaniya flotlari Bagama orollarining markazi Nassauga hujum qiladi. Inglizlar orolni qaroqchilarga tashlab qochadi. Bu yerda ular Qaroqchilar Respublikasiga asos solishadi. 1713-yilda urushning oxirida privatirlar ishsiz qoladi va ularning ko'plari yana qaroqchilikka qaytib Nassauga ketadi. Bu yerdan ular Karib dengizi va Shimoliy Amerikada bosqinchilik qilishadi. Shulardan biri Qora soqol laqabli Edward Teach qullarni tashuvchi fransuzlarning katta kemasini qo'lga kiritib, Karib dengizida bir nechta bosqinchiliklarni sodir etadi. 1 yildan keyin 5 ta kema bilan Charlestonni blokada qilib qo'yadi va portdan chiqishga uringan kemalarni o'zlashtiradi. Buyuk Britaniya hududning iqtisodiyotiga zarar yetkazayotgan qaroqchilikka chek qo'yishni istaydi. Qaroqchilarni qatl etadigan qonunni qabul qiladi. Shu bilan birgalikda qaroqchilikni tark etadiganlarga amnistiya taklif qiladi. Bu haqida e'lon qilish uchun Nassauga harbiy flot suzib keladi. Ayrim qaroqchilar amnistiyaga rozilik bildirib, yangi vitse-hokimning hokimiyatini tan oladi. Boshqalar esa omadlarini sinab o'zga mintaqalarga suzib ketadi. Angliyalik Bartholomew Roberts uchburchakli savdo marshrutidagi savdogarlarning kemalariga hujum qiladi. Roberts yuzlab kemalarni qo'lga olganligi bilan mashhur edi. Shu vaqtning o'zida 2 yildan beri dengizda kezib yurgan Christopher Condent endilikda Hind okeanidagi kemalarga hujum qiladi. Ost-Hindiston kompaniyasi uni qidirayotganligidan xabardor bo'lgan Condent Bourbon oroliga yetib kelib, fransuz gubernatoridan amnistiya oladi. Nassaudan qochgan yana boshqa qaroqchi Labius, ya'ni Qarchig'ay deb tanilgan fransuz Olivier Levasseur 1721-yilda Sharqiy Hindistondan sobiq hokimni olib o'tayotgan Portugaliya kemasini egallaydi. Hokim o'zi bilan 10 yil to'plagan boyligi bilan qo'lga tushadi. Bu qaroqchilar tarixida qo'lga kiritilgan eng katta boylik edi. Labius Saint-Mariga kelib yashinadi va bu yerdan bosqinchiliklar uyushtirib boradi, shu jumladan fransuzlarning kemalariga ham. Ammo 1729-yilda uni qo'lga olishadi. Afsonalarga ko'ra, eshafotga chiqayotgan qaroqchi kriptogramma tushirilgan qog'oz parchasini yerga tashlab, kimning qo'lidan kelsa, ana boyligimni topsin deya qichqiradi. Uning xazinasi hozirgacha qidirilmoqda.
Kelgusi yillar Buyuk Britaniya va Fransiyaning qaroqchilikka qarshi urushlarining natijalari sezila boshlaydi. Hind okeani va Karib hududlaridagi qaroqchilik darajasi pasayadi. 1756-yilda 7 yillik urush boshlanadi. Qudratli qirollik floti hisobiga dengizda hukmronlik qilayotgan Buyuk Britaniya urushda g'alaba qozonadi va fransuzlarning Shimoliy Amerikadagi ko'plab koloniyalarini tortib oladi hamda Hindistonda mustahkam o'rnashib qoladi. Keyinchalik Fransiyadagi inqilobiy urushlar vaqtida Fransiya yana bir nechta dengiz janglarida yutqazadi. U yana savdo kemalariga hujumlar tashkil qiladi. Robert Surcouf yirik korsarga aylanadi. Ile-de-France orolida istiqomat qilib, ko'plab Britaniyaning savdo kemalarini bosib oladi. Hattoki Ost-Hind kompaniyasining harbiy kemalariga ham hujum qiladi. O'rta Yer dengizida berberiyalik qaroqchilar kemalarni egallashni davom etardi. Savdoga o'lpon solinadi. Lekin AQShning yangi prezidenti Thomas Jefferson qaroqchilarga soliq to'lashni xohlamaydi. Bu esa urushga olib keladi. Uning kemalari tinchlik shartnomasi tuzilmagunicha Tripolini qamalga olib turadi. Bu bilan bir vaqtda Yevropada Napoleon urushlari olib borilardi. Napoleon quruqlikda hukm yuritadi. Birlashgan qirollik esa dengizlarni nazorat qilib, o'zining mustamlakachiligini kengaytiradi. Fransiya va Gollandiyaning koloniyalarini bosib oladi. 1815-yilda Napoleon mag'lub bo'lishidan keyin Bourbon oroli Fransiyaga qaytarib beriladi. Ammo Ile-de-France oroli Britaniya nazoratida qoladi va Mavriki nomini oladi. Shu yilning o'zida O'rta Yer dengizida qaroqchilar bilan hamon kurashayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari Jazoirga kuchli harbiy flot jo'natadi. Qo'shma Shtatlar urushsiz muzokaralarni o'tkazib, qaroqchilik tugatilishiga erishadi. Kelgusi yilda ingliz va gollandiyaliklarning flotlari Jazoir portini bombardimon qiladi. Mag'lub bo'lgan Jazoir xristianlarni qulga aylantirish amaliyotiga barham berish majburiyatini oladi. Bu esa O'rta Yer dengizidagi qaroqchilik qulashini tezlashtiradi. Sanoat inqilobini boshlab yuborgan Birlashgan Qirollik o'zining imperiyasini kengaytirishni va savdo yo'llar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qaroqchilik bilan kurashishni davom etadi. 1820-yilda u Fors ko'rfazida jazolash ekspeditsiyasini amalga oshiradi. Ekspeditsiya rasman qaroqchilarga qarshi kurashishdan iborat bo'lgan bo'lsa-da, amalda savdo bo'yicha raqiblarini zaiflashtirish vazifasini ham bajarar edi. G'alaba qozongan Birlashgan Qirollik qaroqchilar qirg'og'i nomini olgan hudud ustidan nazorat o'rnatadi. 4 yil o'tib Birlashgan Qirollik va Niderlandiya Malakka bo'g'ozidan birgalikda foydalanishga kelishadi. Ikkala davlat ham hududdagi qaroqchilar bilan kurashish majburiyatini oladi. Shimolroqda noqonuniy afyun savdosi bilan shug'ullangan Ost-Hindiston kompaniyasi va Xitoy o'rtasida nizo kelib chiqadi. Afyun savdosi Xitoyni zaiflashtirayotgan edi. Urush natijasida Britaniya Xitoyning portlarida savdo qilish afzalliklarini qo'lga kiritib, Gonkong orolida o'z nazoratini o'rnatadi. Endilikda keng yoyilgan imperiyaning xavfsizligini ta'minlash uchun Birlashgan Qirollik bug'li dvigatel bilan ishlaydigan yangi kemalardan foydalanadi. 1855-yilda xitoylik qaroqchilar Gonkong yaqinida Britaniyaning savdo kemalarini egallab olganda, ikkita ingliz va AQSh bug'li kemalari 35 ta qaroqchi jonka kemalaridan ustun keladi. Bu safar buyuk saltanatlarning harbiy salohiyati qaroqchilarnikidan yuqori keladi va ularni hamma yoqdan siqib chiqarishni boshlaydi. Qaroqchilik faqatgina uzoq mintaqalarda va hukmron davlatlar ishtiroki yo'q joylarda saqlanib qolardi. 1898-yilda mag'lub bo'lgan Ispaniya Filippinni Qo'shma Shtatlarga beradi. Ular bir necha yillar davomida hududdagi qaroqchilarni yo'q qiladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin dekolonizatsiya va siyosiy nobarqarorlik sababli ayrim hududlarda qaroqchilik qayta uyg'onadi. Sulavesida Janubiy Filippinda mustaqil bo'lish tarafdorlari savdo va transport kemalariga qarshi va hattoki kichik shahar hamda qishloqlarga nisbatan qaroqchilik harakatlarini amalga oshiradi. Afrika shohining hududlari Somalida barqarorlik yo'qolib, fuqarolar urushi boshlanadi. Tartibsizlikdan foydalangan xorijiy baliq ovlovchi kemalar Somali chegaralarini buzib, mahalliy baliqchilarga ziyon yetkazadi. Natijada ularning ayrimlari xorijiy baliq tutuvchi kemalarga hujum qilib, ularni ozod etish evaziga pul talab etadigan qaroqchilarga aylanadi. Qaroqchilik yoyilib, Osiyo va Yevropa o'rtasidagi savdoga tahdid sola boshlaydi. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha mamlakatlarni qaroqchilik bilan kurashishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qiladi. Shu jumladan Somali suvlarida ham. Gvineya ko'rfazida ham qaroqchilik tomir ota boshlaydi.
Bu hududlar neft konlariga boy, ammo ular mahalliy aholining turmush tarzini yaxshilamaydi. Natijada ayrim guruhlar, asosan nigeriyaliklar, qaroqchilikka o'tib, okeanning yanada ichiga kirib hujumlar sodir etadi. Karib hududida sayohat qiluvchi katerlar doimiy ravishda hujumlarga duch keladi. Venesueladagi iqtisodiy va siyosiy nobarqarorlik sababli ko'plab baliqchilar qaroqchilik bilan shug'ullanishga majbur. Bugungi kunda qaroqchilik nisbatan kam uchraydigan holat. U asosan siyosiy nobarqarorlik hukm suradigan uzoq va qashshoq mintaqalarda hamda strategik bo'g'ozlar yaqinida uchrab turadi. Paragraf 961. Sog', salomat bo'ling.